Hi guys. Demek bugün ikinci dersimiz ekan. ELS kitobi bo'yicha. Demek ikinci passajimiz to bring back lost memories deb nomlanar ekan. Ya'ni yo'qotilgan xotirani qayta tiklashga bag'ishlangan passaj ekan. Birinchi qiladigan ishimiz tekstimizdagi akademik so'zlarni bu qismga ko'chirib tarjimasi bilan yozib olamiz va undan keyin tarjima qilib qolgan exerciselarni bajarib chiqamiz. Qani unda ketdik. Demek birinchi so'zimiz bu bring back degan so'z ekan. Bring back. Kelinglar shuni kattartirib olaylik. Bring back. Bring back degani bu qaytarmoq, xo'p yoki tiklamoq degani. Tiklamoq. Bring back. Xo'p, keyingisi memory so'zini olamiz. Memory. Memory bu ko'pligi memories bo'ladi. Xotira degan. Telefonlarda ham bo'ladi-yu. Memory deydi-yu. Xotira. Next. Our unconscious mind degan ekan. Unconscious so'zi bor ekan bizada. Unconscious degani o'zi hushini yo'qotgan degani. Hushini yo'qotgan. Yo'qotgan. Ya'ni hushidan ketgan degani. Mind so'zimiz esa miya degani. Miya yoki xotira ma'nosida ham keladi. Miya yoki xotira. Endi agar ikkalasi bir xil kelib qoladigan bo'lsa, ya'ni bitta kontekstda bir xil o'rinda keladigan bo'lsa, mana bunday holatda unconscious mind bo'ladigan bo'lsa, bu ong osti xotira degan. Ong osti xotira. Bilasizlar, xotiralar ikkiga bo'linadi, ong osti va ong usti. Demak, ong osti desak, ingliz tilida unconscious mind deykanmiz. Keyingisi contain so'zimiz bor ekan. Contain. Contain degani bu consist so'zi bilan sinonim keladi. Consist tashkil topgan yoki biror narsadan iborat. Iborat yoki tashkil topgan. Tashkil topgan degan ma'noni anglatar ekan. Keyingisi experiences. Experiences. Experiences ko'pchilik tajriba deydi. Yo'q, bu xotiralar yoki voqealar degani. Ya'ni boshimizdan o'tgan, ko'rgan, kechirganlarimiz. Bu experiencesimiz bu countable noun ekan. O'zi ko'plikda kelib turibdi, ko'rib turibmiz. Biza biladigan experience ham bor. Experience bu uncountable noun hisoblanadi. Va tarjimasi tajriba bo'ladi. Tajriba deb tarjima qilinadi. Farqiga borib qo'yishimiz kerak. Keyingisi birikma kelyapti. So far as our conscious mind knows degan birikma kelyapti. Ya'ni bu so far as mana bu joyda somebody yoki something deb ketamiz. Somebody knows. Ya'ni bu bilishcha degan. Yoki buni boshqacha mana bunday holatda ishlasak ham bo'ladi. As far as I know. Ya'ni bilishimcha degan. Speaking ishlasa bo'ladi. Bilishimcha. Ya'ni I think da o'rniga yaxshiroq variant. Xo'p, keyingi so'zimiz forever. Forever. Abadiy. Abadiy butun umr degan. Butun umr. Keyingi birikmamiz by means of. By means of birikmamiz bo'lyapti. Bu orqali degani. Orqali. Ya'ni nimadir orqali yoki vositasida degan. Biror narsa vositasida. Keyingisi devices so'zimiz bor ekan, bu ham yaxshi so'z. Demak, bu usullar. Usullar yoki qurilmalar degan ma'noni ham beradi. Devicelar, ya'ni telefonlar. Qurilmalar. Xo'p, keyingisi bring back yozdik. Memory ni yozdik. One method is free association. Demak, mana bu so'z olsak bo'lar ekan. Free association. Free association degani bu erkin bog'lash degani. Erkin bog'lash. Bu mana yodlaymiz-ku so'zlarni yoki biror narsani eslab qolayotganda nimagadir taqqoslab yodlash, o'sha free association deyiladi. Xo'p, davom etamiz. Psychiatrist so'zi bor ekan. Demak, psychiatrist so'zimiz bu psixiatr degani. Psixiatr. Ya'ni ruhshunos deymizmi? Keyingisi conscious mind. Demak, mana buni kopiya qilamiz.
unconscious bo'lsa ong osti, conscious mind bo'lsa endi ong ust xotira bo'lar ekan. Ong ust xotira. Hop, keyingisi wonder so'zimiz bor ekan. Mana bitta wonder. Wonder degani kezmoq, aylanmoq degani. Kezmoq, aylanib yurish yoki daydib yurish desak ham bo'ladi, qo'pol qilib ishlatganda. Keyingi so'zimiz davomida at will bor ekan. Bu xohlab, ataylab yoki ataylab o'zi xohlab degan ma'no anglatar ekan. Keyingi so'zimiz mana bu clue so'zi bor ekan. Clue. Clue degani bu belgi yoki kalit degan ma'noni anglatar ekan. Mana bu key so'zimizga sinonim kela oladi. Hop, keyingisi pursue bor ekan. Pursue. Bu ishontirish degani. Ishontirmoq yoki ergashtirmoq. Keyin erishmoq degan ma'nosi ham bor. Hozir bu kontekstda lekin ishontirish, ergashtirish ma'nosida kelyapti. Bring up bor ekan bizda. Bring up. Bring up bu tiklamoq yoki qayta ko'tarmoq. Qayta ko'tarmoq degani. Ya'ni yopilgan masalani qaytadan ochsangiz, bring up deykansiz. Yoki nimadir ko'milib qolgan yoki ancha paytdan beri aytilmagan, o'sha ham bring up bilan ishlatilar ekan. Keyingisi network so'zimiz bor ekan bu yerda. Network. Network. Tarmoq degani bu. Internet network deymiz u. Yoki social network. Keyin terror so'zi bor ekan. Terror. Terror do'z ko'pchiligimizga kerak. Terror. Bu qo'rquv degani. Qo'rquv. Next, drugs. Demak, drug so'zi bu dori degani yoki qora dori. And the next, process so'zi bor ekan. Process degani protsess, ya'ni jarayon. Hop, bizda hypnotism. Hypnotism bu gipnoz. Gipnoz. Va keyingisi tremendous so'zimiz bor ekan. Tremendous degani ulkan degani. Ulkan, katta, bahaybat. Hop, explore. Ko'pchilik bilan yozib qo'yamiz baribir. Explore o'rganish degani. O'rganmoq, ya'ni. Buni biz study, tadqiq qilish ma'nosida ishlatamiz. Explore. Demak, mana shu so'zlar ekan. Ushbu kontekstchamizdan chiqqan so'zlar. Kelaylik endi tezgina tarjima qilib ketamiz. To bring back lost memories. Yo'qolgan xotirani qayta tiklash. Our conscious mind contains millions of past experiences that so far as our conscious mind knows are lost forever. Bizda ong osti xotiramiz deyapti, o'tmishdagi millionlagan o'sha voqealarni eslab qoladi, ya'ni o'zini tarkibida saqlaydi deyapti. Bu narsani bizda o'sha ong ust xotiramiz esa butun umr yo'qotilgan deb o'ylar ekan. By means of several devices, we now know how to bring back lost memories. Bir nechta usullar orqali biz hozirda deyapti, demak o'sha yo'qotilgan xotirani qayta tiklashni bilar ekanmiz. One method is free association. Demak bitta metod bu free assotsiatsiya, ya'ni erkin assotsiatsiya usuli ekan. Used by psychiatrists. Psixiatrlar tomonidan foydalanilar ekan bu usul. If a patient lets his conscious mind wander at will, it can give him clues to forgotten things, which, if skillfully pursued by the doctor, will bring up the whole networks of lost ideas and forgotten terrors. Agar bemor deyapti, o'zini ong ust xotirasini o'zi xohlab, demak, kezishga ruxsat bersa, let degan ruxsat bermoq. Bu biz unga deyapti, unutilgan narsalar uchun belgi, ya'ni kalitlarni berishi mumkin. Agar deyapti o'sha doktor tomonidan mohirona ishontirila olsa. Va shu holda deyapti, bu o'sha unutilgan qo'rquvlar va yo'qotilgan o'sha fikrlarni
butun boshli tarmog'ini yuzaga chiqarar ekan, ya'ni qayta tiklasa bo'lar ekan. There are certain drugs which also help in this process. Demak, bu ushbu jarayonda yordam beradigan bir ikkita dorilar ham bor ekan. Va hypnotism, gipnoz bor ekan. Va bu can be tremendous value in exploring patients' unconscious state. Va ushbu gipnozimiz ham bemorni ong ostini o'rganishda demak juda katta qiymatga ega ekan. Demak, mana tarjimasini ham bilib oldik, qilib oldik. Endi men bu so'zlardan kelib chiqib turib, mana bu yerlarni to'ldiramiz. Demak, for all time. Demak, barcha vaqtda degan, bu biz tepada aytdik, forever degan, butun umr. Keyingisi, method for doing something or for getting an intended result deyapti. Demak, biror narsani qilish usuli yoki ko'zlangan maqsadga yetish bu device. Devices yoki devices. Demak, men bu yerda yozdim. Devices usullar yoki qurilmalar deb. And the next one, allow your thoughts to go from subject to subject, stop concentrating. Demak, miyani bir fikrdan ikkinchi fikrga o'tishiga yordam berish yoki konsentratsiyadan to'xtatish bu bizda bo'lar ekan wonder, kezish. Wonder. Keyingisi, whenever, however, as much as you want to deyapti. Demak, istagan paytingda istaganingcha o'sha biror narsa qilishing bu xohla, xohishing, at will, ataylab, xohlab. Something which suggests the answer to or give information about a problem deyapti. Demak, biror bir savolga javob beradigan yoki muammo haqida informatsiya berish bu clue bo'lar ekan. Demak, belgi, kalit. And the next one, F, try to find out more through questioning debdi. Savol berish orqali o'rganib olish bu ishontirish, ergashtirish. Demak, pursue. Pursue. And the next one, a large number of things that are connected to each other. Bir-biriga bog'langan juda katta narsalar bu tarmoq deyilardi bizda, to'g'rimi? Network. And the next, something which causes great fear. Demak, katta qo'rquvga sabab bo'ladigan narsa bu terror dedik biz. Qo'rquv dedik. And then last one, very great and very important. Juda katta, juda muhim bu. Biz uni ulkan, katta dedik. Tremendous. So that's it. Demak, mana exercise 1 dan tugatib oldik. Endi bizda comprehension qismi qolyapti. Tekstlarni, savollarni o'qib javob bersak bo'ldi. Exercise 2, choose the correct answer according to the passage debdi. Demak, first question. According to the passage, it's possible. Va tekstga ko'ra nimani iloji bor deyapti. Ketdik. To use drugs to cure patients of past terrors deyapti. Bemorlarni o'tmish xotiralaridan tuzatish uchun dorilardan foydalansa bo'ladi deyapti. Xo'p, dorilar haqida aytildi, lekin o'tmishdagi qo'rquvlarni davolash bo'yicha emas, chiqib ketadi. To bring our lost memories to surface through several methods. Demak, bir necha usul orqali yo'qotilgan xotirani yuzaga chiqarish mumkin deyapti. Demak, bu to'g'ri ekan. Buni qayerda ko'rdik? Mana bu gapda ko'ryapmiz. By means of several devices, we know now how to bring back lost memories. Bir necha usullar orqali biz hozir yo'qotilgan xotiralarni qayta tiklay olamiz deyapti. Demak, o'sha B bo'lyapti. So next, that psychological problems develop through the inability to forget certain things debdi. Demak, psixologik muammolar deyapti. Ba'zi bir narsalarni unuta olmaganlikdan kelib chiqadi deyapti. Yo'q, bu xato. Hypnotism can cause a patient to forget past terrors deyapti. Gipnoz bemorlarga o'tmish xotiralarni unutishga yordam beradi deyapti. Yo'q, bu tiklaydi, navorot, u farqi yo'q. Terrormi yoki useful idea mi farqi yo'q. Hamma narsani tiklashga yordam beradi. For most people to choose forget about their past experience. Ko'pchilik odamlar deyapti, o'tmishdagi xotiralarni unutishni afzal ko'radi deyapti. Bu haqda ma'lumot yo'q bizda. So next question. In the method of free association deyapti. Free association, ya'ni nima deydi? Erkin assotsiatsiya usulida deyapti. Biz nima qilishimiz kerak endi? Unpleasant memories are pushed into unconscious mind deyapti. Noma'qul xotiralar, ya'ni yoqimsiz xotiralar deyapti, ong ostiga sho'ng'ib ketadi deyapti, tushib qoladi deyapti.
Yo'q, u farqi yo'q. Pleasant bo'ladimi, unpleasant bo'ladimi, hammasi tushaveradi. Demak, xato ekan. Use of hypnotism is essential deyapti. Gipnozdan foydalanish muhim deyapti. Yo'q, bizda 3 ta usul aytildi. Birinchisi free association, ikkinchisi druglar aytildi va uchinchisi hypnotism aytildi. Demak, bu bizda mention qilinmagan, ya'ni buni ichiga kirmaydi. Certain drugs are more effective than hypnotism deyapti. Ba'zi bir dorilar gipnozga qaraganda effektivni. Bizda bularni solishtirgan joyi yo'q edi, shuning chiqib ketdi. And the next one. All one's millions of past experience are easily recalled. Demak, mana bu shoshmaymiz, keyingisiga o'tib turamiz. A patient's cooperation is needed deyapti. Patsientda deyapti, hamroh bo'lishi, ya'ni yordam berishi muhim deyapti. Endi bizda ikkita variant qolyapti va to'g'ri javob I bo'ldi. Va buni nima uchun to'g'ri va bu nima yaqinroq, lekin nima uchun xatoligini isbotlaymiz endi. O'tmishdagi millionlagan xotiralarni osonlikcha qayta tiklash mumkin deyapti. Va bu yerda mana osonlikcha degan narsa bizda yo'q edi. Osonmi, qiyinmi degan narsa yo'q edi. Va millionlaganligi haqida ma'lumot yo'q. Va bu yerda patientni hamrohligi kerak deyapti. Bu mana bu joyda kelyapti. If patient lets his conscious mind wander at will, it can give him clues to forgotten things deyapti. Agar bemor o'zini ong ust xotirasiga ataylab kezishga yordam bersa, u bizga yo'qotilgan narsalarga belgi beradi, ya'ni nishon beradi deyapti. Va shunda yo'qotilgan tarmoqni tiklashni iloji bor deyapti. Agar kishat qo'yapti, doktor deyapti, mohirona ishontira olsa deyapti. Va bu yerda osonlikcha deyapti. Demak, shu osonlikcha emas ekan. Chiqib ketdi. And the last question, we can conclude from the passage that tekstdan xulosa chiqarishimiz mumkinki, most psychological disorders are caused by the inability to forget certain things. Ko'pchilik psixologik kasallar deyapti, ba'zi bir narsalar unutolmasdan kelib chiqadi deyapti. Yo'q, bu umuman mention qilinmagan. Only a skillful doctor can open up one's unconscious mind. Faqatgina mohir shifokorgina o'sha bizni ong ost xotiramizda ocha olishi mumkin deyapti. Xo'p, to'xtaymiz. Bu ma'lumot bor, faqat keyingilarni ham o'qib ko'ramiz. Our unconscious mind only contains the things we do not want to remember deyapti. Biz eslashni unutmaydigan ma'lumotlarnigina ong ost xotiramiz saqlab qoladi deyapti. Yo'q, bu yerda farqi yo'q. Har qanday ma'lumot saqlaydi. Many of the past experiences are stored in one's unconscious mind. Demak, o'sha bir odamda o'tmishdagi xotiralarning hammasi o'sha ong ost xotirasi saqlanadi deyapti. Demak, bu true. Demak, buni qo'yamiz. And then oxirgi option. A patient can be made aware of forgotten experiences without drugs and hypnotism deyapti. Bemor deyapti, hech qanaqa dori va gipnozsiz unutilgan xotiralarni bilib olishi mumkin deyapti. Bilmasligi mumkin deyapti. Demak, bu narsa yo'q edi bizda. Xo'p, demak, to'g'ri javob bu yerda D bo'lyapti. Demak, o'tmishdagi xotiralarimizni katta qismi, demak, o'sha ko'pchiligi ong ost xotirada saqlanib qoladi dedi. Bu birinchi gapda kelyapti. Our unconscious mind contains many millions of past experiences deyapti. Demak, ong ost xotiramizda millionlab o'tmishdagi xotiralar saqlanib qoladi deb aytyapti. Xo'p, endi mana bu nima uchun? Faqatgina mohir shifokorgina deyapti, ong ost xotiramizni ocha oladi deyapti. Yo'q. Doktor skillfully bo'lsa ocha oladi, bu ham to'g'ri, lekin faqatgina doktor emas bu yerda. Bizda dori va gipnoz ham bor edi. Shuning uchun bu chiqib ketyapti. False bu. Xo'p, endi exercise 3 ga o'tamiz. Complete the sentence by selecting words from the column B in exercise 1 deyapti. Birinchi mashqda deyapti, column B ustundagi nimalardan foydalanib gaplarni tugallang deyapti. Xo'p, endi birinchisi, I have decided not to the matter just now, but I don't think I have forgot about it. Endi not to bo'lgan ekan, bizga verb kerak bo'ladi. Tepaga qarab chiqamiz. Mana bu joydan so'z tanlashimiz kerak. Verb bo'layotganda qaysi bo'lyapti? Wander bo'lyapti pursue. Ikkalasi bizda verb bo'lib kelyapti. Endi bizga qaysi keladi? Wander degan kezish, pursue esa o'shani nima deydi? Ishontirish yoki ergashtirish, orqasidan quvish degan edi. Xo'p, demak endi muammoga hozir urg'u bermoqchimizman, o'sha orqasidan quvmoqchimizman, lekin uni to'liq
unutvordim degani ham emas deyapti. Demak, bunga to'g'ri javob pursue bo'lar ekan. Pursue. Keyingisi. All of you have put some kind of effort into campaign, so it's thanks to you that everything is going well. Siz hammangiz o'sha musobaqaga, ya'ni kampaniyaga qanchadir hissa qo'shdingiz deyapti. Shu uchun rahmat. Demak, bu yerda demak aniq katta hissa qo'shdingiz degan so'z kerak. Tremendous degan so'zni o'rgandik. Tremendous. Katta, ulkan. Next one. Chairman has give us something as to what's he going to say at the meeting, so we will just have to wait and see that. O'sha the chairman rahbar bizga o'sha yig'ilishda nima aytmoqchiligi bo'yicha hech narsani nimadir qilmadi deyapti, ya'ni bermadi deyapti va biz kutamiz va ko'ramiz deyapti. Demak, nimani bermagan? Hech qanaqa belgi yoki aniq bitta narsa bermagan. Bu clue bo'ladi. Keyingisi. A language teacher has a number of something which can employ in order to get students to speak there. Til o'qituvchisi deyapti, o'quvchilarni gapirtirish uchun turli xil nimalardir qo'llaydi. Usullar bo'ladi. Bizda usullar degan devices edi. In the last exercise, the lecture was so boring that on several occasions I realized that my attention started to nima bo'ladi? Ketib qolish, demak wander bo'ladi. Demak, leksiya shunchalik zerikarli bo'ldi, ba'zi bir holatlarda bildimki, men o'sha diqqatim ketib qolibdi deb aytyapti. Xo'p, endi qaranglar, buni tugatib oldik. Endi men bu exercise qismida ham ba'zi bir zo'r so'zlar chiqdi. Shularni yozib olamiz. Demak, bu cure so'zi chiqdi. Davolash, surface, yuza so'z, yuza degani. Xo'p, bu yoqda push, ittarish, push into. Hop. Recall so'zi bor ekan mana. Eslash. Cooperation, hamkorlik. Store, saqlamoq, mana bu so'zni yozamiz. Aware of, mana bu narsa bo'ladi. Hop. Put effort, mana bu narsa bo'ladi. Employ. Employ so'zi narsa bo'lar ekan. On several occasions, mana bu narsa bo'lar ekan. Realize so'zi narsa bo'lar ekan. Demak, so'zlarni yozib olamiz bu yerga tarjimalarni. Cure, davolamoq. Surface, yuzadigan. Push into. Hop, itarmoq yoki surmoq degan. Surib bir joyga olib qo'yamiz. Recall so'zi bor ekan. Recall. Bu remember degani. Remember, eslamoq. Keyingisi cooperation. Cooperation, hamkorlik. Store bor ekan. Store. Store do'kon degani edi. Bu yerda v bo'lib kelsa, saqlamoq. Save bor-ku. Saqlamoq. Ya'ni save ga sinonim bo'lib keladi. Keyingisi put tremendous effort into something. Demak, bu ga katta hissa qo'shmoq. Biror narsaga katta hissa qo'shmoq degani ekan. Employ. Employ degani bu use ma'nosida kelyapti. Qaranglar, employda ishga olmoq ma'nosi ham bor. Bu yerda esa foydalanish, foydalanmoq yoki qo'llamoq. Ya'ni apply, qo'llash ma'nosida kelyapti. Hop, keyingisi on several occasions. On several occasions. Bir necha marta.
bir necha marta degan ekan. Va oxirgi so'zimiz realize. Realize. Anglamoq, bilmoq yoki tushunmoq. Mana bular bugungi o'sha ikkinchi tekstimiz bo'yicha o'rgangan so'zlarimiz ekan. Bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.